Duo qilaylik, Parvardigor, duolarimizni qabul et. Xatolarimizni, kamchiliklarimizni kechirgin. Alloh taolo yurtimizni yomonliklardan, fitna fasodlardan, yomon nazar nafaslardan o'zi asrasin. Xalqimizni Parvardigor farovonligini ziyoda qilgin. Musulmon yurtlarda ba'zi joylarda bo'layotgan to'qnashuvlar, ziddiyatlar, nizolar bo'lib turibdi. Alloh taolo o'sha yerlarga ham tinchlikni bersin. Musulmonlarga ofiyatni bersin. Butun olam tinch bo'lsin. Hech bir go'dak otasidan, onasidan ajramasin. Shaharlar vayron bo'lmasin. Butun olamga Alloh tinchlikni, yomonlarga insof bersin, yaxshilarga darajat, izzat bersin. Alloh taolo ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarmagin. Bizlarni shu dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan otamiz bor, onamiz bor. Parvardigor ziyoda umr ber. O'tgan bo'lsalar rahmat ayla, jannating bilan mukofotlagin. Kasbi korda, ishda, mehnatda yurgan akalar, do'stlar, yigitlar, qilayotgan mehnatingizni rohatini ko'ring. Farzandlaringizni ardog'ida bo'ling. Xonadoningiz bilan tinch bo'ling. Faqat yaxshiliklar, xursandchiliklar farzandlarimizni baxtu quvonchi qalbimizni shodlikka to'ldirsin. Allohning bayti sari qadam bosib keldinglar, murodinglardan, maqsadinglardan afzalni bersin. Jumla bemorlarimizni dardlariga shifo bergin. Parvardigor ishda, kasbi korda yurgan hammalarni kasbi korlariga barakotlar bergin. Allohumma solli ala Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.